İsmin kim edi sen? Samandar, necha yoshsan? 7. 7 yosh. Oying qayerda? Oyim hozirda qolibdi. Sen oyingga yordam beryapsan. Oying nima sotadi? Oyim shu hamma narsani sotadi. O'qish yaxshi ko'rasanmi? O'qish yaxshi ko'raman. Kim bo'lmoqchisan kelajakda? Askar. Kim? Askar. Askar bo'lmoqchimisan? Askar qaysi fan yaxshi o'qish kerak? Sport bilan o'qish kerak yaxshi. Kitob o'qish qiziqasanmi? Kitobing bormi? Bor, faqat yo'qotib qo'ydim. Ko'p kitob bo'lsa o'qiysanmi? Yo'q, o'qisan kitob ol. Hozir emas, o'zim kitoblarim bor. Hozir emas, hozir nima qilmoqchisan? Hozir o'zim mol taxminlarni sotmoqchiman. Nechta taxmin sotishing kerak? Ikkita? Ikkita sotdim, qolganlari 12 edi. 12tasi qancha bo'ladi? 12tasi hammasini 10 ming. 10 ming bo'ladi. Men senga 20 ming beraman. Hozir sen bilan kirib kitob olamiz, xo'p? O'zim kitoblarim borda. Xo'p, qo'shimcha kitob olmaysanmi? Yo'q. Olganim so'raymiz. Olaver, qaysi yoqdan bo'lsa olaver o'zing. Ol. Yana qaysi? Qalam, ruchka. Qalam, Bormi? qalam, faqat qaychi. Qayching yo'q? Ol. Qaychi bormi bizada? Ol. Qani qaychi? Mana. Ol. Tanla. Turvaqda qanday? Shunimi? Ol. Yana qaysini olasan? Xushson bo'ldingmi? Bizni bersin degan. Lo'y, o'qiysanmi hammasini? Oyingni qatga olib borasan katta bo'lsin. Hajga olib borasan? Mashaalloh. Beshot.